7 ayının 9 günü Congo saqçı taraf Tayland o'g'irlikchi barganlar ve chegirdan o'g'irlikchi o'tish tashkilot shaykis a'zolari bo'lib, jami 109 odamni Taylanddan qaytarib keldi. Navbatda saqçı taraf bu odamlarning salohiyatini bir tekshirib bermoqda. Muxbirimiz 7 ayının 25 günü Ürümçidagi ma'lum bir tutib turish o'rinda ularni ko'rdi. Bir necha kundan buyon Ürümchida uda qattiq issiq bo'ldi. Eng yuqori temperatura bir mahal 41 Selsiya gradusni ishib ketdi. Bu yerdagi qoldirib qo'yish o'rinda xizmatchilar qaytarib kelinganlar bilan qarorlik so'zlashib, ularning qoldirib qo'yish mezgilidagi turmush va psixik ahvolini egiladi. Ay shu silni mushak yondirib kelganni yoqi mushak turmushingni qandaroq hozir? Turmushim yaxshi. 3 soat 1:30 bo'ldi. Bu yerning temperaturasi eng yuqori nuqtaga chiqqan vaqt. Shundaqla qaytarib kelingan bu kishilarning tushlik tomoq vaqti. Tamoqlaba. Bugun issiqsaydan go'shtlan har xil say bilan qo'yilgan issiqsay, suvoqsaydan tarqamak bilan qilgan suvoqsay. Hamda havo shunda issiq bo'lib ketgani uchun bularning issiq saqlash uchun bularga ko'k burchaq sho'rpasini qildik. Favqulodda yuqori temperaturada issiq o'tib kelishdan saqlanish uchun bu yerdagilarga yana penni suyuqligi va rindan qatorliq dorilar taqtildi. Buni bir yo'lda 10 ta ishsangiz bo'ldi. Kuni bir vaqt ishsangiz bo'ldi. Bir vaqt ishsangiz. Saqchilarning tonishtirishicha, rasmiy tekshirishdan burun ular doktorlarning qaytarib kelinganlarning salomatligini tekshirishga o'rinlashtirib, yurak kesili qatorliq kasallik alomatlari bolalarni vaqtida doktorxonaga olib davolatgan. Gulniyaz Savut mushu qitim qaytarib kelinganlarning biri. Turmushda qanday? Turmush ahvolimiz nihoyat yaxshi. Qo'sog'imizga yaxshi tamoqlarni berib, xuddi o'zimizning uyda yegandek erkin. Ro'zaytda nima yedinglarmi? Ro'zayt kuni o'zimizning uyda yotgandek sang'izliq qo'shmoqlar bilan yal yemishlarni ekirib, ondan keyin ashta mehmon qildik, kesh olgan yana. O'zimizning ashkon qoidamiz bo'yicha pulov etib ekirib mehmon qildik. Gulniyaz Savutning muxbiriga aytishicha, vatanga qaytarib kelingandan keyingi sarguzashtlari burun chegara sirtida anlaganlari bilan tubdan o'xshamaydi ekan. Sanam Jungo qo'ysam ayollarimni o'ldirib mumkin. Agarda ayollarimni o'ldiryapmisan, erlarimni hech nima qilmay o'ldirib deb ayollarimni qamab qo'ydi degan olgan. Amaliyotda bu yerga kelganda bizga undaq ish bo'lmadi. Nihoyat yaxshi. Bu qitim qaytarib kelinganlarning xeyli ko'p qismi Gulniyaz Savutga o'xshash chegara sirtida har xil so'z cho'chaklarni anglagan. 7 ayning 9 kuni, ya'ni ular Taylanddan qaytarib kelingan kuni, ularning ba'zilari yana bir qism kishilarni aeroplanga chiqishga tayyorlik qilayotganda zo'ravonlik kuchi bilan qarshi turishga quturatgan. Nishim yerilib ketgan. Taylandda aeroplanga chiqqan vaqtda mashinadan tushib kelmay saqchilar qarshilik ko'rsatib, shu jarayon yerilib ketgan. Nimashqa qarshilik ko'rsatasiz? Boshqalarning ba'zilari gap-so'zlari ta'sir qilganlikdan bir xil qo'rqinch paydo bo'ldi, shunga shu jarayon. Vatanga apasi o'ltiradi, unda jazolaydi, bunda jazolaydi, qattiq ig'ir jazolaydi. Chetga chiqqanlar kimdan bo'lsa, uning oqibatini surishtirib qilmaydi, lekin ig'ir jazolaydi degan gap-so'zlar bo'lgan ekan. Shunga ansirash paydo bo'lib, shunga tushgan. Ameliyatda shu. Ameliyatda uning aksicha hozir ko'rib turibmiz, sochlarning muomalasi yaxshi. Yerilib ketgan doktorxona opadi berib kelgan. Yani tik turib keldi, tik turgandan keyin shu mishadni hozir yaxshi davolayotdi. Dorini vaqt-vaqtida beryotdi. Hozir qanday og'riryaptimi? Yo'q, hozir yaxshi bo'lib qoldi. Qattiq jazolatami yo o'ldirotami deb qo'rqib ansirab ketdim. Ondan keyin bu yerga kelgandan keyin soqchilarning muomalasi yaxshi bo'ldi. Ularni tasalli berib, sen ansirab ketma. Gulniyaz Savut erining zo'ri bilan chegirdan o'g'irlikchi o'tib Taylandga borgan. Chegirdan o'tishdan burun ular bir oiladagi 3 jonning 50 ming terligo yeri bor bo'lib, yillik kirimi 100 ming yuanga yetadi ekan. Ammo uning eri Abdunyaz atalmish hijrat g'azot uchun hammadan voz kechgan. Mahmud tutmasam, işin tükürüp bir yürüdüm. Bütün ailem veyran bo'ldi. Hammalarni ağrıdım. Abdunyaz tilga olgan Mahmud uni chegirdan o'g'irlikchi o'tib hijrat g'azotga qatnashishga kuch kiritgan odam.
Mahmud Abduniyozning diniy aqidalar haqidagi savodining kamchil ishkanligini ko'zda tutib, uni tanlagan. İslam dini olayır, savat o binasını kaçırsın. Kur'an savatını ne okuyalım? Kur'an savatı. Kur'an'ı okutmak sana eğer mealisini düşünelim misin? Ya şimdi. Bunu asasen savatsız İslam bilmiyorum. Her ne din bilmiyorum. Mahmud aytgandek taqvodor bo'lish uchun Abduniyoz barliq mol mulkini va terilg'u yerini setib o'tib, ayoli va qizini elib o'g'irliqchi chegirdan o'tgan. Bir oiladagi 3 odam yo'l bo'yi o'g'irliqchi o'tishga tashkillovchi va bosh planlovchining pul undiradigan kozirga aylanib, nurg'un pulidan ayrilgan. Mahmud 30 ming koy verdim. O yerden bana vakt başına zaman kaç gün 3 bin dolar, 9 bin dolar verdim. Kambolca'ya bana vakt 1200 dolar, 3600 dolar verdim. Şu. Alacağım ben okumadı. Resmi aldan gidip koyayım onu. Boyu 1,85 m keladigan bu o'tir yoshli er kishi o'g'irlikchi o'tish kechirmish to'g'riliq so'zlaganda o'zini tutolmay qoldi. Yapatı içinde birinci saçlar kırplamda yuvarlattım. İkinci susuzluk taşına tattım. Üçüncü kosak açanım tattım. Bu da bunu bilmezsem mamaydık koydu ne? Muhakkımda kamaydık. Sağlap oltamaydık. Hem de hakikaten bu izilkemeydim. Qaytırıp kelingan bu kishilarning ichida Abduniyozga o'xshash zaharlangan yoki chigirdan o'g'irlikchi o'tib atalmish hijrat, g'azot qilmoqchi bo'lganlar oz emas. Hijrat qilmay o'lib ketsak, do'zax kiramiz, hijrat g'azot qilsak, jannat kiramiz deb shu to'g'risida gapirdim. Kim bil urush qildi unutmayman. Aşağıdakiler kim bil jan qilsa, shu Pokiston bilan qilamli, bu qilam shuni, men shuni bilan qiladim. Şu hicret kılıp cihat atmışıp serkat ajrga erişimiz dedi. Eliq odam menga biz Malayziyaga borgandan keyin bir kishi seni kutib olib sana pasport bejirib berdi. Ondan Turkiyaga borsan, Turkiyaga borgandan keyin Suriyaga berib urushga qatnashsan degandi. Qaytırıp kelinganlarning so'zlariga qaraganda atalmish hijrat, g'azot ularni holidan ketkizib o'tgan. Ham bu harakat timisqilab yuradigan kulkilik o'yinga o'xshab qolgan. Mağalandaki salon işini açık karışımızın oynamayla yaptınız. Su işini vermeyen mağazı şoförlük. Şarafla puhtuluk. Kaçtığımı biraz açık edip kalırken şu kaç şaraflar yeri puhtuluk. Yolu bağışına kıldık. Neticede su işlemi üstad göstermiş edildik. Muay olmaganda asas qurbilishdan ehtiyot qilib tunishmagan. Unda ortiq nimaligini maldirab bilmaydi, rasmini bilmaydi. Ular menga hech kimga gap qilma, ismingni demagan degandi. O'zgartib qilsam bizim aşağı tuğan jarayonida ismimizni o'zgartirib berdik uchun birsimizga ishonmagandir. Ular chet eldagi mezgilda tekshirishdan qochish uchun alaydan o'zlarining davlat tavallikini yoshirgan. Turkiyadan dedim. Neymiş kadar? Turkiyaga mang'anlik istagan. Turkiyaga mang'anligim Turkiyalik desak, so'zigan chiqib qilgan deb. Şu yalan yapmalık ve Türkiye'den kelgan sayohatchi. Saqchilarning tekshirib dalillashicha, bu odamlarning davlat tavalligini yolg'on aytishlik sababi Turkiyaning Sharqi Janubiy Osiyodagi bir qism davlatlarda turishlik elchixona xizmatchilari ularning keyingi qadamdagi o'g'irlikchi o'tishiga qulaylik yaratib bermoqchi bo'lgan. Ya'ni kelib bu o'g'irlikchi o'tguvchilar chet eldagi ko'plagan terrorlik tashkilotlari qo'lga keltirmoqchi bo'lgan odamlar ekan. Turkiyadagi bir televiziya stansiyasi bir necha kun burun ko'rsatgan bir bo'laksin ko'rinishida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti xalqaro terrorlik tashkiloti deb bekitgan Sharqi Turkiston islom harakatining atamanlarining biri Abduqodir Yapchan bu o'g'irlikchi o'tguvchilarga alohida diqqat qilganligini bildirgan. Qashqa Taxtko'rikda, Yanashada, Kushada, Xotanning zavodi shehid bo'lgan barliq qarindoshlarimizning shahodatini Alloh qabul qilib, yotgan yerini jannat qilishini tilayman.
Bu qarindoshlarimiz Tayland turma tutilgandan keyin barliq Sharqiy Turkiston muhojirlar, munosabatli davlatlar, munosabatli diplomatiya yo'llari orqali kuchlik tirishdi, jalliq shaklda tirishgan bo'ldi endi. Mayli biz bo'ldi, mayli boshqa tashkilotlar bo'lsin, hammadan shu o'ziga loyiq, o'zining shu imkon, shu zaman makonida ba imkon bilan shu tirishgan bo'lsa-mu, bu unum bermay. U xalqaro jinoiy ishlar saqchi tashkiloti qizil ranglik tutish buyrug'i chiqargan qechib yurayotgan terrorchi. Mushundaq bir terrorchi Turkiyadagi televiziya stansiyasining oshkor ko'rsatilgan programmasida xalqaro qonun nizomlar bo'yicha qaytarish harakatini ijro qilayotgan Taylandga qarta ochiq oshkor tahdid solgan. Bu qilgan jinoiy qilmishiga biz muvofiq zaman va makonda shu inkos qaytaramiz inshaalloh. Buning kechirishga bo'lmaydi. Yani şu Abdülkadir Yapcan bu yıl 7. ayının 5. günü Türkiye'de Congo'ga qartilgan kuch gösterish namoyishini tashkillovchilarning orasida paydo bo'ldi. Uning keyinda atalmış Congo hukumati Uyg'urlarni qirdi deb nom qo'yilgan surat turadi. Amaliyotda bu 2009 yılı 5. yıl vaqasida zo'ravonlarning ziyonkashligiga uchirganlarning jasad surati ekan. Namoyish qilayotgan naq maydondagi ko'k oq ranglik oy yulduz bayroq Sharq Turkiston terrorlik tashkilotining bayrog'i edi. Dal mushu odamlar o'g'irlikchi o'tkuvchilarning borar joyiga odatdan tashqari ko'ngil bo'lgan. Isbotlangan ahvollardan qaraganda bu zo'ravonlik terrorlik tashkilotlari har xil usullarni ishga solib bu kishilarni har xil qonunsiz yo'llar orqali Turkiyaga yetkazmoqchi bo'lgan. Bundan keyin IS tashkilotiga yoki boshqa diniy asabiy tashkilotlarga va zo'ravonlik terrorlik tashkilotlariga qatnashtirib atalmish g'azot qilmoqchi bo'lgan. Chegara sirtidagi terrorlik tashkilotining pul undirib olgan qiltoqligini aniq bilib tursimi, qarshi tarafning oldishi bilan g'azot hijrat qilishni o'g'irlikchi o'tishning muqaddas burchi qilgan. Mantimin ota-onasini aldash orqali o'zining tijorat qilishi uchun o'z zaminini setib bergan 80 ming yuan pulni mushunga ishlatgan. Bir qatam kurashgan, Taylandga kurashgan. Kurashni dedi Taylandda sen uyatmış qilsa deymiş, Turkiyaga olgansam Turkiyada nizomda siz onun nizomida deymiş, tamam yetkenmedi da. Sen qiyirgancha odam men ko'zimga tuz xatni ko'rmasa haq ishlaytsam, haq ishlatmasam meni. Sizin uyini setib, ko'rtonchaqlaydingiz, ishni sizga ma'qul desam, shuna bo'lmamsiz meni. Qilib javob ketdi. Onamni ko'rishaytsam, onangiz ko'rishmak sizlarni onamni ko'rishamadim. Ziyoratda bu o'g'irlikchi o'tkuvchilar muxbirga o'zlarining yuqorining talabi bo'yicha har xil pullarni topshirganligi, ammo parda orqasidagi buyruq tushirayotgan kishini azaldan ko'rib boqmaganligini aytdi. Amaliyotda ular yuqoridagilar bilan azaldan bevosita uchirish boqmagan. Ular avval qonunsiz yo'l orqali chegirdan chiqib, IS tashkilotiga yoki atalmış g'azot tashkilotiga qatnashmoqchi bo'lgan. Chunki ularning ota-onalari asos jihatdan chet elda turadi. Ular nihoyatda bexatar joyga yo'shurni o'ylab, jiroqdan tizginlaydi yoki qo'mondonlik qiladi. Shinjondagi ba'zi to'van darajalik ota-onlar yoki planlovchilar konkret ishlarga mas'ul bo'ladi. Saqchilarning tonishtirishicha, bu yil kirgandan buyon qaytarib kelingan bir necha turkumdagi qonunsiz chegirdan o'tkuvchilarning salohiyatini tekshirganda, ularning ba'zilarining chegara sirtidagi turli ozdirishlarning ta'siriga uchrab, o'g'irlikchi chegirdan o'tganligi aniqlangan. Siz o'zingizniki qonunsiz chegirdan chiqish qilmishingizni to'liq iqror qilib, ifodangiz yaxshi. Jinoyat qilmishingiz yengil bo'lganligi uchun sizni yurtingizga qaytarmoqchi. Yurtingizga borgandan keyin yerlik hukumatning yordami va tarbiyasi ostida xato bo'lgan ideyalarni chiqarib tashlab, bo'ldirib normal turmushingizga qaytishingizni umid qilamiz. Rahmat. Boshqa ish kunchida mashina qilib sizni uyingizga qo'yib qo'ydi, tayyorlikni yaxshi qiling. Endi mening bir ota-onam bor. Amma mehr muhabbatning ichiga qaytaman deb o'ylab turib, "Ey, qayta oladigan bo'ldim" deb xush bo'ldim baya. Shunga bir xil men qaytamayman degan bir umidsizlik ichida o'tgan bir odam qayta oladi ekanman degan umid tuyg'usi shunaqalikqa xush bo'lib, siz bilan gapim bekchiq bo'lib ketdi. Hozir Taylanddan qaytarib kelingan bu kishilarning salohiyatini aniqlash xizmati yana davomlashmoqda. Qonunsiz chegirdan o'tgan bu kishilarni qonun bo'yicha adil bir taraf qilamiz. Majburlangan, aldangan kishilarni hukumat tarbiyalaydi va turmushni muvofiq o'rinlashtiradi.